Damas arqa kapotga sentr zamok qo'yishni bir qator ko'rib chiqamiz. Xo'p. Mana, ko'rasizlarmi? Ozgina barakada kesib olinadi. Bu tomoni ham. Mana ko'rinyaptimi? Yopamiz. Bu holatda bosilmaydi. Ochamiz. Bu holatda ochiladi. Xullas sentr zamon boshlaganimizdan keyin o'zini klipsini olib tashlaymiz, bo'lmasa bu burilishiga xalaqit beradi. Keyingisi teshib olib spesa o'tkazamiz, sentr zamonda qotiramiz, ochyapti go'laymiz, bo'ldi. Shu holatda ishlaveradi. Endi bu tiriq qilib ovoz chiqarmaslik uchun litollab qo'yamiz. Yaxshilab simasga olib tashlaymiz buni. Yopamiz. Ochamiz. Videoni Damaslarga jo'natib qo'yamiz, xudo xolasa cho'kka ishlab beradi. Yopamiz. Ochamiz.